Salam dostlar, yaxşımısızlar? Görüyotganinglar Şinjan Mısran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailem programması. Ben Lıraba Abdız. Programımızı Şinjan Lıraba Medeniyet Taktiş Çeklik Şirketi Çömülü Ballar Məhsulatları, Şinjan İdrak Psikik Taraqqiyat Merkezi, Şinjan Önüm Medeniyet Taktiş Çeklik Şirketi birleşip işleyen. Programımızı yana Şinjan Elxumar Məbləğ Seliş Çeklik Şirketi alayda qollagan. Lezzet Mısran kıyızları. Bir bala, bir ailenin ümidi. Milyonlagan bala, milyonlagan ailenin ümidi. Programımız arkalık milyonlagan ailenin ümit çırığı boğan ballarımızga toğru yetekleş, süpetlik hemrah buluş bilimlerini beriş bizden baş tartıp bulmaydıgan mecburiyetimiz hem mesuliyetimiz. Programımız arkalık yana her saha, her kesipteki netice kazangan kişilerimiz bilen birlikte ilgar idealik ata Allah'ın perzent terbiyeleş jarayonidagi kızgarlık hikayelerine kulak salımız. Programımız yana psixikalik maslahat beriş üçün Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Merkezi'nin mübarek malımını alay teklif kıldım. Karşı alımız malım. Rahmet. Undaq olsa, bugünkü programımızda alay teklif bilen kelgen söyümlük aile azaları zadi kimdi? Birlikte görüp bakaylı. Ürümçi şehri Yenişehir rayonluq Xalq Sud Məhkəməsinin sudisi Tursun Musa ve onun omaq kızı Elfinur Tursun. Elfinur Tursun, Beijing usul şöyeni qarmağıdaki 2019 yıllık Nakşı usul kəsbinin oxucusu. 2014 yılı Yipek Yolu Xalqara Yaş Ösmirlər model müsabiqəsində çempion bolğan. 2015 yılı yalğız kişilik Nakşı keçiligini ötküzgen köp qitim Merkez Televiziya İstansiyası, Şinjan Televiziya İstansiyası qatarlıq televiziya istansiyaslarının çağanlıq keçiligi ve başka keçilikler qatnışıp numar orunluğan Balı Çolpan. Zulfunur Tursun, Ürümçi şəhərlik 10-cu başlanğıç məktəb oxucusu. Köp qitim hər qaysı televiziya istansiyaslarının köp xil proqramları qatnışıb, köpçiliknin yaxşı görüşə erişgan. Bugünkü son programımızda aziz mehmanlarımızı mı təklif qılıb aldıq. Bunda xos hazır mehmanlarımız bilen qısqış bir tanış bakaylı. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınız. Elfinur'u hemmedim bek tanıyımız da. Kiçik çolpan, kiçigiden çoğun bop kitipti bu kız mı? Bu Elfinur'dan çoğun bop ketkenip qarab, biz sel qeyirip tıqtab oynab qaldık. Elfinur'un ismi çıkışı bilen elbette tabiiy dadısınınki ismi çıkıda Tursun kandan. Ondan sonra birden bir tanışıp çıkaylı. Ekrandaki dostlarımız azraq salmalan beri etemsizler. Ekrandaki dostlar qanday olanlar yaxşımısınızlar? Mening ismim Tursun, Elfinur'un dadısı bo'lman. Dostlar, yaxşımısınızlar? Mening ismim Elfinur. Qısınlığınız? Dostlar, yaxşımısınızlar? Mening ismim Zulfinur. Zulfinur, Elfinur. Bir jüp qızlar. Qancha yaş bari qilding? 3 yaş bari qildik. Shunchalik chiroyli, kichigi bek sizga o'xshabdi. Cho'ng opasiga o'xshaydigan o'xshaydi. Elfinur endi bizning ben balla programımızda işləvatqan vaqtlarımda bək kiçikdi, umma kiçik 6 yaş, 7 yaş vaqtlarımki her yıllık balla programımızın kiçiliklərdə, çağanlıq kiçiliklərdə çoxum səhnədə batıda hem naqş etdiğan, hem usul oynaydiğan, canlıq kiçik çoğballarının birisi. Bana 5 dügücə, şundaq çoğun bir qız buldu. Elfinur tuncu səhnəyə çıxan vaxtda qancha yaşdı? Tuncu səhnəyə çıxan vaxtı 4 yaş vaxtı çıxan. 4 yaş vaxtıda. Ucan qaysı nömrəni orlağandınız? Başqa naqş etdiğan Vallaha ben okulub axırda söyləyib getdim. Ondan keyinki naqş etdiğan boldu özü, ya? Şu Elfinur Tursunkan bilen biz tuncu qitim mındaq bir 100 liranı paranışımız, lekin hemen programda işləvatqan vaqtlarımda Elfinur'dan gepi çıxsa çoxum dadısına gepi çıxıdı da. Tursunkam kepdiken, numarına kepdiken, Tursunkam kepdiken, keyinini kesdiken dep bizden aşqandaki rejissor qızlarıma çoxum dadısı bilen bevasıtı paranışıp qoldu. Siz muşu kesipten çıqqanma Tursunkan? Yo'q, men o'zim sud mahkamasida ishlayman, sudchi. San'at bilan munosabati yo'q. Unda sizlarning oiladan bir san'at bilan munosabati yo'qmi? Bolalarning opasi shu san'at maktabida o'qigan. Ayolning san'at maktabida o'qigan. Qaysi kasbda o'qigan? Viktoriyasi. Men bilan bir kasbda o'qitgan-a. Shunda bo'lganligi uchun siz shu san'at kasbidagi qizlarga Bekrek amrak yazıcı. Ayağınızdan san'at maktabida o'qigan deb talab ekansiz. Shu
qalbingizdagi ma'budingiz bo'lganligi uchun qizlaringizni bir yaxshi san'atkor qilib tarbiyalay deb o'ylabsiz-da? Men endi dastlab talam cho'qim bu balnim shu san'at yo'lida mang'uzman yo bo'lmasa bir usulchi qilaman yo artistman unda qilib bir o'zimda unda bir nishon bilan boshlamagan bu ishni-chi. Shu Alfinur 3 yosh vaqtida endi bir qizbol bo'lgandan keyin cho'ng bo'lsin badan sifati, salomatlik, shunga bir ozroq foydasi bo'lib qolarmikin deb 3 yosh vaqtda o'zim opadim, usul o'rganganman. Izchil davomlashtirib kelib 4 yoshlargacha kelguncha bir yilda hali bir ancha muncha harakatlarga qo'llar kildigan bo'lib qolgandan keyin shu Tiziyasdan programmalarda boshqa naqsh etgan bal cho'lponlarniki oq taraf turib o'ynab turgan shafalar bo'ldi. Biz buni endi ekronni ko'rib shu Alfinur shu deb izlab ba'zida topalaymiz, ba'zida topolmaymiz, o'tib ketadi, ekran o'tib ketgan nomer bo'lgan. Bir qatim ko'rib qolsam shunda xo'sh bo'lib, ana shu bo'ldi-ku, shu davomli bang'usak deb tursak, bir 5 yoshdan ozroq ochgan vaqtda men nima ish naqsh etmayman deb bir kun menga shunday dedi-ku. Men nima ish naqsh etmayman degandan men naqsh ancha-muncha uydalikqa bir naqshdan chiqib qolsa, shuni agishib o'qib deganda ishlar bo'lgan, lekin undan naqsh etganligini tarixi nesib bo'lolmagan. Siz aytdingizmi, usul endi gunotsiz naqsh etolmaysiz. Boshqalar qilganini men nima ish qilolmayman, men nima ish aytolmayman degandan turib bu gap menga ta'sir qildi-ku. Shuning bilan apirpaqa shu kasbni bildirganlarnikiga da do'yinpon qapadim. Buni bir tunishim bor. Shunga apirib ovozini bir anglab baqsin deb ovozini olib, ovozbek yaxshi kelib tarbiyasi qilgan ovozga chuqur shu naqsh jihatdan bir baqsaq, yana bir naqsh yazaylik dedi. Shu naqshni birini yezib, Tiliziya stansiyaniki 6 yosh kirgan vaqtda naqsh bitdi. 6 yosh vaqtida undan keyin balla bayrami programmasiga berdik. Shu undan keyin shu imkoniyat yaxshi bo'ldi. O'zim sani qiyofat bo'lsin, naqsh etishimiz yaxshi bo'lgan. Endi shu naqsh jihatdan tarbiyalasak bo'ldi kelib, shundan boshlab undan keyin naqsh jihatdan kirishib bir sistemni tarbiyalashga boshladim. Yaxshi bo'ldi mana. Nurg'un odamlar balkim o'ylaganda ama dadasininki majburlashi bilan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi-ku ko'pinchisi. Chunki bir kasbga kelganda ko'pincha ota-onalar bolasini usulga bergisi keladigan, hammasi rasmga bergisi keladigan, hammasi musiqaga bergisi keladigan bir to'lqindak bo'ldi emasmi bu? Lekin aslida Alfinur o'zida bir qiziqish, o'zida bir mushun talab qilish bo'lgandan keyin bir yetaklash bo'ldi ekanda. O'zini bayqabdi, o'zini bayqabdi shu naqsh jihatdan. Endi usulda biz kichik bolalar endi qo'l ko'tarib o'ynab unam bola yaxshi ko'rdi, lekin rasmiy mashq jarayon kelgan vaqtda buni chidab bo'lmaydi. Bola chidab bo'lmaydi. Biz buni ota-onalar o'zimizniki ching turib izchil davomlashtirishimiz to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu usulninki ham mashqlari baq qattiq. Men kichik vaqtimda shu usul endi shonyangonmi shu chaqda shu bugun baqqan bir do'stimiz bo'libmi san'at maktab usul kasbiga imtihon beradigan chaqda uni imtihonga men oz qolgan vaqtda bak mashq qildiganda ikkimizni ikki tarafdan tutqizib ustidan ma'lum degan bisib u degan yig'lab ketadi. Shuni ko'rib men hargiz usulchi bo'lmayman. Men kichigimdami sen qonozmi qandaq men bak kuchli mashq qilib kelsam o'yini qaladim. Shu ma'lum men faqat qattiq mashq qilmaydi, lekin biochigirim bak yaxshi ekanda, shu cho'qim usullarni olib o'ynaydiganga turadim, lekin jibinglarda uncha yaxshi emasdim. Faqat jibingni yaxshi emasdim, chunki u bak og'riydi emasmi? Sizlarning shunday jaboliq mashqlarni qilsizlar-a? Hozircha nima deb qo'yasiz? Beijing 舞蹈学院. Oy, qancha vaqt oldi? 1 yil bo'ldi hozir. 1 yil bo'ldi. Chuarda, to'liqsiz 2-yillikda. Beijing 舞蹈学院ga o'tmak baktas qo'yman ha. Buni endi qanday deymiz deganda burun men Alfinurni Beijing 舞蹈学院ga shujongsa o'tish emas. Endi o'shani o'qisaq deganda uningga o'ylashni tasavvur qilolmaydi. Nima deganda bu birisi usulninki mashqlarda qattiq. Men dastlabda o'rganib, ma'lum bir bosqich baygandan keyin u davomli usulni jibingonglarni yaxshi chang tutish to'g'ri kelgan. Ma'lumni qilib qolsam, bagarni qilib ketib, boshlari yerilib, ishib ketgan ahvol bo'lgandan keyin men o'zimga bir xil nafratlangandim-ku. Bu nima ish o'zimning bolasi men shunday qilmay, bu to'xtab qolaymi deb qilsam, bola ilgirlab mana men aytgandan keyin bo'ldi, shuni men paqay davomli qilib ching turib baqsam bo'lib kelgan bir ikki qatim bordim, lekin ma'lumlar qattiq besib qilgandan keyin men chidamaydi ekanman. Shuni bilan qana qilma, opirib qo'yma. Ma'lum dars o'tadi. 2 soat dars o'tgandan keyin og'irlik kelman. Qat'iy darsni ko'maydiganli bo'ldim. 2-3 yilgacha ko'mdim darsni. Anadan keyin
Şunun bilan bir vaqtlarda qarsam xali Jibingomga asos berib qolganda shunun bilan surishtirish orqali Beijing udan sho'yanni bilaman, lekin Fujungsiniki bunchalik yaxshiligini bilmayotganman. Surishtirsam bu Fujung hamda bizningki davlatimiz ichida emas, xalqarodami oldingi o'rin turgan. Davlatimizda birinchi o'rin turgan Fujung. Xalqarodami birdan 3 kishi bo'lgan oraliqda shunda turadigan bir mukammal sistemalik bir san'at maktabga, uning ustiga bu maxsus usuldan tutmaydi. Madaniyat fanlarimi, bularninki madaniyat fanlari bek kuchli. Shuning bilan shu maktabga bir imtihon berib, yo'q bo'lsam qanday bo'lar deb tayyorlik qildik. 11 yosh vaqtida bordik. Birinchisi berib, bizning unda o'ylaganimizda boslim imtihon bir o'tib ketgan yo'q ekan. Bordik, birinchi berib bildikda bizning nurg'un yetersizlik tarafimizda borligini berib, birinchi turni o'tib ikkinchi turga vaqtda shalinib qaytib kelib, yana davomli bir yil tirishdik. 2019 yıl birinci ayda berib qaytib imtihon berdi. Bu maktabga yilda endi 60 ming bilan 100 ming odam atrofida o'quvchi tizimlayotgan. Tizimlatganlar shunchalik. Endi qabul qilgan odam soni shu amji qabul qilgan yili 140 ni qabul qildi. Az bo'lgan 130, Elfinur borgan yili 130 ni o'quvchi qabul qildi. Tizimlatgan odam mamlakat bo'yicha, dunyo bo'yicha bularga chet ellik bolam oldi. 68 ming odam tizimlatga. 68 ming odam ichida shu mamlakat bo'yicha kasbda birinchi bo'lib o'tdi. Shuning bilan men cho'qim batqacha munosib bo'lmaydi. 68 ming odamning ichida birinchi bo'lib 100 bola, 130 bola oldi desak, shuning ichida kasbda birinchi bo'lib o'tdi degan. 68 mingdan bir degan gapda. Haqiqatan oson natija emas. Men ma'noda bir narsa his qildim bayqa gapingizdan. Nurg'unlagan ota-onalar bolalarini qiziqishi bo'yicha ashunaqay har xil tarbiyalash markazlarida tarbiyalaydi bu bolalarni. Lekin tarbiyalagan chog'da nihoyatda tuvan bo'lgan o'giza yoki to'ris deymiz tenxoban. Ota-onalar bolalarning shu to'risini yomon tuvan mo'ljarlab qo'ydi. Masalan, usul yugunib qo'ysa, bir ayak berib to'y to'kinib qolsa, ay deb qo'lni ko'tarib usul o'ynab qo'ysa. Yoki bo'lmasa, o'gitib qo'ydik hamda o'zining xolishi qanchalik davomlashtira oladi, uni uqmayman. Yana bir eng qiziq yeri bagim yo'q deb xo'shnam beribdi-kan, shuni berdim. Do'sti bilan birga berib kelib ish pishqini chiqarsam bo'ldi deb munda qo'yib oldi. Lekin bola bag'an seri anan kirishgan chog'da Tursunjon apandimdek uning rasmiy kirib hamroh bo'lib, hamma ishga kirishib munda qilmaydi-da. Eng qiziq yer nima deganda, boy degandek o'lchamni noyat tuvan qilib oldi. Bu ko'ngil ichish ishi-ku. Sen xalgan chiqsang bo'ldi, qanchalik qila olaysan, u mayli dedi. Hatto bola o'zimi boy debdikan-ku 5 yosh vaqtida. Men nimishqa kaynida usul o'ynayman, amaliyotda dada menmi naqsha etib, sahnaning oldiga chiqa olayman degan chog'da dada bo'lgan odam nihoyat yaxshi inkas qaytargan-chu. Voy balam, o'zingizga ishning joyi emas. Unda bo'lsa, juring ovozingizni anglatib baqay. Naqsh ishlab baqali, etib baqsun deb nihoyat harakati bilan menga quvvatlagan, harakatni quvvatlagan. Lekin bizning ota-onalar ba'zilar qanday qildi degan chog'da, voy balam, shu sahnaga chiqmaganlarmi jiq. Siz chiqdingiz-ki, shu kayinda bo'lsa-mo, siz chiqdingiz deb to'g'risini bag'an sari pakal tuydi. Shuning bilan qaysi xil ahvol yuz berdi degan chog'da bu vaqtlik qiziqish. Kayinini davomlashtirmayman. Hatto men xohlagan vaqtimda voz kechivasam bo'ladi deydigan narsa bolaga bishorat berilib qoldi-chu. Endi yana bir yer nima degan chog'da usulga beribdi, lekin usulga bergan vaqtida siz av maktabda o'qitaman deganni balkim o'ylamagan bo'g'aydingiz. Lekin kallingizga kelgan vaqtda siz bir yil burun ashaga berib sinab baqayli deb opiribdi. Ma'u endi men davatgan iliq to'g'risi shu. 68 mingdan bir. Bu to'g'risi endi bakli yuqordiki, bakli egiz. Nurg'un ota-onalar mushu nuqtani bak yaxshi anglaskan degan umidda men. Amaliyotda bolalarning ma'u to'g'risini qilib atmay osmonni ichiversak-chu. Yulduzlarga, aylarga, quyoshlarga yetadi. Shu hozir meni osh gap esim keldi. Balkim nurg'un odam bo'lganmisa, Tursunjonning o'rnida voy u Beijing Vudoshuyanga o'tmak bak tasga, uning ustiga bakchiq iqtisod ketdi, balkim manda butun dunyoning hamma yerdan kelgan odam keldi-ku bolam. Uyaga hamda bizning o'tashimiz bak tas. Siz mishadirek bir maktabni tanlamsiz ya deb nishonni balkim boshqa yoqqa burab qilishi mumkin-da. Hamda shunda yaxshi harakatga kelib, bir yilda
Deydi-ki, ikinci turda ötəmək qayıtıb gəldik, nurgun yetersizliklerimiz var ki. Burada heç qısı yox, bizden yan vaxtımız var. Bir yıl tən tırışaylı deyib, bir yıl tırışıb ki, hazır 68 mingdən bir adamdan birisi olmaq. Aşının iş hareketini pek yaxşı öğretken, birisiga balığa vaz geçmesini öğretken çok. Nereden yıkıldık, derhal xulası qılmız, aciz yerimizi bilmemiz, qaytıb kelgəndən biz yana şu boyunca planlansa oldu deyib. İkincisi şu, planlaşını öğretken. Eğer muşna mansa bu bala oturmakka ucuna çıkanda, tuluq oturğa çıkanda yoki onunmu yuqur ölegen çağda, her bir azgalığa düşken çağda qo'rqmay oyun o'rnidan dars turishni, xatoliklarni yoki umursizliklarni xulos qilishni, ana xulos orqali planlashni o'rgatdim. Ma'u hamdi pek güzel terbiye bizden başlaştı. Yaxşı terbiye. Yaxşı. Əmsi Elfinur özündən anlap baxayınca şu 68 ming adamның içində birinci bo'lib o'tibdimi degan xabar qana keldi. Sizlar baş tordan tekshirib ko'ram dekansizlar yoki uni sizlarga qana uqtirishgan? Tordan o'zimiz tekshiramiz. Ha, qana bo'ldingiz shu chaqda? Bak qiziq hikoyani algandim, shunda qaranglar. O chaqda men uxlab qolgan, andan keyin dadam o bir neda telefonini qarab chiqibdi-ki, birinchi deb chiqibdi yig'lab. Dadangiz yig'lab ketdimi? Aka sizni uyg'otdi. Siz uxlab uyquchilikda angladingiz deylik. Balam birinchi bo'lib o'tibsiz degan algan qanday hissiyat bo'ldingiz? Qallamga shinkim. O vaqtda ikkimizning qoldi qop qo'rqdim. Men imtihonniki bizga degan vaqtda 11 da chiqdi dedi-ku. Bejan vaqtda 11 da chiqdi degandan keyin, imtihon berib chiqqandan keyin biz naq maydon imtihon kiramagan keyin bolaning kayfiyatini qarasam, ba'zi nuqtalarni so'radim, balam qanday oldi, qanday nima qilsam, bir tarafdan qarasam shunda yaxshi berib aytgandek. Anadan keyin yana ba'zi tarafdan so'rasam, bir yetersizliklar bordek o'zim shundan nima bo'ldilar, endi bu o'tamay qoldimi yoki eng oxirgi imtihonda birinchisini o'tdi, ikkinchisini o'tdi. Biz shunda umidlanib turgan vaqtda agar o'tamiz bizga bir xil besim bo'ldi. 5 yil qolib qolsin balki bo'lib ketmaydi. Oxirgi berib necha yuzini tanlaydiganning ichiga kirgan vaqtda bu qanday bo'ladi deb shunda jiddiylashib yotoq kirdik, yotoq kirgandan keyin bolam natija chiqib biz birdan sir oylanib bir shamoldab kiramdiq desam, men chiqmayman dedi. Men chiqmayman, o'zing chiqib kiran degan keyin men chiqdim, oylanyapman, Bejonning ko'chasida yanyapman, o'zim shunday vaqtim to'shay deb qolib kirsam uxlab qolibdi. Uxlab qolgan keyin men toza uyga kirdim. Toza uyga kirib, uxlayotgan nima qilsam agar bir o'tamagan bir ishlar bo'lib qolsa, ya'ni bolaga bir ta'sir bo'lib qolsa, toza uyga kirib, kayfiyatini kontrol qilolmay qolsam, bolaga ta'sir bo'lib qolsa deb o'ylayapsiz-a? Ayol bir ko'rib tekshirib, kayfiyatini kontrol qilib olgan keyin chiqay deb qarab tekshirdim. Chunki o'rinning nomerini kirgizib, maxfiy nomerlarni kirgizib tekshirsam, eng avval ko'nglim bir degancha, eng oxirgi nimaga yozildi, imtihon natijasi manchi bo'ldi, nechinchi bo'ldi degan tayin qilgan yerini ko'ribdiman. Bir deganni ko'rib, nima bilmadimda, nima deyishini bilmay chiqib, Elfinur o'tibsiz deb uxlayotgan. Ikkimiz bir-birimizga esib yig'lab ketdik. Shu vaqtda men tak do'stlarim dedi, sen shundan nima qilasan? Bu o'zining xizmating o'rningmi, jamiyat bir kishi o'rningmi va yaxshi balangmi endi qanday bo'lmasin bizning bolalarimizni hech kim bilmaydi. Sening balang nima qilsa bir 10 odamning ichida birsa, ma qiziliqi Ashraf yo'q degan naqshni aytgan, televizorga chiqqan, to'rlarda ko'ramiz deb boshladi. Bo'ldi qo'yan nima qilasa degan keyin men ba'zilik bu nima qildim, nima qilishni qilaman, bolani kichik bolani nima ishda eg'ir mashq qilib men bir nima keladi deb qo'rqib o'zim ba'zi nafratlandim. Shuni bilan shu imtihon natijasi chiqqan keyin butun narsani unutib ketdim-da. Xushalliqda bo'ldi. Oxir bizdan u bir boshlanish, lekin endi men Bejonda o'shani fujun o'tib, hamma yuqori bir pallikka ketdik emas. Boshlanish nuqtamiz ham boshqalarga qaraganda bir qadam ilgariroq bo'ldi. Yani buni oqisida to'liqsiz o'qiyotdi, to'liq o'tirdi o'qiydi, undan keyin dashiga imtihon bergan keyin nurg'un ishlar bor endi. Shundan bo'lsa boshqalarga qaraganda bizningki boshlanish nuqtamiz bir qadam yuqoriroq bo'ldi degan shu vaqt o'zim tasalli tepib natijadan tatgan japalarim, maktab opog'alarimni hamma rahlam ko'tarilib ketdi deb shunday qo'shib qoldim. Başlanış noktası eng to'g'ri bo'ldi degan narsa. To'g'ri mushuninga qarata mening bir narsa o'ylaydiganim bor. Hamda ko'pincha ota-onalar bolalarga kichigida uning qiziqishini bayqab yoki uningga o'z yaxshi ko'radigan orzu nishonni tiklashga yordam berolmaydi-ku. Hattoki o'rta maktabni bitirib, oliy maktab imtihon beradigan vaqtdami bolasining nima orzusi borligini hatta bola o'zimi bilmaydi, ota-onam bilmaydi. Kesib tanlashga kelganda, aslida men o'ylayman, u bola cho'qim kichigidan tortib, o'zida bir qiziqishiga asosan uningda bir yetaklash bo'lsa, men cho'ng bo'lganda bunday ish qilma deydigan bir nishon bo'lish kerak. Masalan, men shunda bo'lgancha, men 7 yosh vaqtimda men cho'ng bo'lgan riyosatchi bo'lmaydi aytdim.
O çağda riyasetçi degan narsani hech qadam bilmaydi. Ham mening ota-onam ziyoli bo'lg'achqa, shu chaqdalar riyasetçi degan narsani menga bildirgan. Shu men 7 yosh vaqtimda sahnaga chiqib ekanman, riyasetçi bo'laman deb ekanman. Shu nishon bilan mengib, hamda boshqalarga qaraganda sal tezroq yetdim deb o'ylayman. Hamda mushta bir narsa bo'lish kerak ekan-ku. Ham nurg'on ota-onlar qanday qilgan deganda o'tir maktab to'liq o'tirib bitgandan keyin orzu yozgan chaqda ayliq urug' tuqqanlarning ichida xizmat o'rni yaxshiroq, yuz obro'yi baroq bir tuqqanning uyga berib Әмді сілер біздің жыққыға, жыққышларды білісілер. Анан екен şu balamға bir arzu tanlap bəsən. O ali məktəbdə kim oquydu? O tuqqunu oqamdı, balı oqamdı. Kimnin arzusu? Bu çoxum balının arzusu boyunca bolğan vaqtda onunğa xuddi müşballarımızga japa bilinmegəndək, məşqlər ağır kəmmegəndək, o məktəbdəki japamı, dərismi, heç nəsə bilinməydi. Xoşallıq tepib durub oquydu. Eğer o başkalarının arzusu boyunca bolsa, şu putqolunu bağlap söyrəp papağanda hem de gün ötküzüş üçün ötüddə. Kim məktəbdə 5 yıl bitirib çıxan ekan o, bəlkім o yana şu kəsbini yaqılıdı, yaqınmaydı. Ondan 20 neçə yaşa kirgan vaqtda yana qaytadan başlanış nöqtəsini belgiləydi. Özünün qiziqishi boyunca başqa bir kəsbini ya tanlaydı, ya tanlamaydı. Ya şu boyunca bir ömür xizmətə bardı, kildi, ya xizmətdən xoşallıq tapanmaydı, ya turmuşdan xoşallıq tapanmaydı. Kichigidin hayotida bir xo'shallik topadigan bir nishon, bir orzu, uning hayotiga bir ma'no ato qiladigan bir narsa bo'lishi kerak ekanda. Nahos Elfnur sizning do'stlaringizning ichida yoki bo'lmasa boshqalar bo'lsin, nimda jafo tatsa, bek tasqu bu qimig'ina bo'ldi deydigan, yo bo'lmasa sizning o'zingizning bek tas bir ishga bu dadam nimda qildi, kechkicha men kirishib olib, meni kechkicha mashq qil deydi ekan deb ochig'ingiz kelgan vaqtlar bo'lganmi? Başqa do'stlarim o'ynayotganda men mashq qilyapman, andan keyin başqalar jiq bir narsani yeb, andan keyin qilayotganda men o'zim yaxshi ko'radigan narsani yemayman. Nima ish qilmaysiz? Uruq. Uruqni hozir sizlarni qaraladim, mama bu tema. Bu uruqlayman degan narsa men Beijing Wudo sho'yanga o'tgandan keyin paydo bo'ldimi yo uni oldidan bordi? Yo'q, uni oldidan bordi. Nimishqa? Mush kasb qilgan bo'lganingiz uchunmi? Şeyga bir gap qistirib qo'yib kelyapti. Ekran oldidagi ota-onalarning to'g'ri tushunishini umid qilaman acaba. Bunda bo'ldilik birinchi berib imtihon o'tamagandan keyin bizning yetarsiz jihatda yana birisi qilmish badanningki ozroq 1-2 kilo atrofida ig'irlikni ishib ketgan bir nimasi bor. Ularning o'lchami bor, masalan, futdan uzunlik manchilik, qo'lning uzunlik manchilik, badan ig'irlik manchilik degan ekan. Shuning bilan qaytib keldik, keyingi yil bo'yi o'sdi. Ondan keyin imtihonda yana aşağıda bir bu yillarda tayyorlikni yaxshi ketdik, yana bir o'tamay qaytib ketadigan ish bo'lmasin deb bir tarbiyalash kursiga ma'lumot qilib olib baxtimcha imtihondan burun. İmtihanımğa bir 3 gün qolgan vaqt apardım, aparıb ma'lumga bir ko'rpasansa, men jihatni ko'rib bu bolaninki yaxshi bo'pti bu yil dedi. Amma jihatlar bor, lekin yana bir yetersizlik bor. Shu ig'irlik o'lchamda ishib ketdi dedi. Lekin o vaqtda menga nisbatan hargiz o'zimning bolasi bo'lgan simiz emas, uruqlig'i deymanda. Shunday qilsa bu ma'lum bo'lmaydi, uruqlimiz bo'lmaydi 3 kilo debdi. 3 kilo imtihon 3 kun qolsa 3 kilo uruqlash mumkin emas desam, 1 kilo uruqlashim hisob emas, masalan bir amal qilib boqqan debdi. Shundan bilan ma'lum qashdan qaytib chiqdik. Qaytib chiqib 3 kungacha tomoq berdim bo'ldi. Nima dedingiz? Atganda yemay piyer berdim. 200 gram yemay piyer edi. Normal. Tushda anadikin shu sayiliqqa yeshil ko'ktatni yegizib, kech tomoq yemaydi. Anadikin shu biz tushgan mehmonxonaniki koridorda qilin qishliq kiyimni kiyib yuguraydi, anadikin ashna ichida o'mlik yuzib, mang'ozib, taj qirib o'rxoltimiz deb degandek shu 2,5 kilo 3 kilo atrofida o'rxlab ashlarni o'lchimiga to'shdi. Tez suratda o'rxlab imtihonni o'lcham o'tib keldi. Lekin hozirmi shu hamda mushkasni qilgan bo'lgan cho'qim bir badal to'lash kerak deb o'ylayman. O'zimni shu hozir qabul qilib oldik buni asosiyatni. Shunga shu 10 yoshdan boshlab hozirgacha aslan kech tomoq yemaydi. O'lchamlik hamda ozuqliq jihatlardan hamda uni tanishib beramiz. Amal bor hamda ba'zi vaqtlarda hamda kichik bola bo'lgandan keyin bir yaxogo yeyman, uni yeyman degiz kelib qolsa opirimiz hamda bolaning nimasini davomdakmi cheklab ketib bo'lmaydi. Shu vaqtlarda opirimiz, boshqa vaqtlarda aslan o'zini kontrol qilib 4 yilda bo'lib qoldi. Kechdan qolsa yemaydi. Bugun shu oldinlardagi misrani yig'namami yo'qmi? Yig'izmas bugun yig'lam. Yig'lamiz men bu tursunkanda men damba bo'lib. Yo'qlama. Sizlar uchun bir ketdim men bir nima biray fursat biray. Bu simatmaydi-ku. Ma'noda uchun bunda bir ilmiylikni bayqadim. Bizning nurg'ulg'a atallar qanday qildi degan joyda atliganda chunki hammaylar ish qoldiraydi. Xizmat o'rni bor bo'lgan keyin
naştağa haqiqiy ko'ngil bilalaydigan ota-onalar nayta az bo'lib. Çayını qıp, nanı qıp berib ya bir stakan sütünü qıp berib, mən naştını qıp, mən qağını düşdü məktəbdə yesə deydi. Anan bu ata-onalar mı işqi ketidu, balalar mı məktəbə bardı, o dərsdən salmıqı haqiqatan biz oxuyan məzgillərdən eğir. Onda bolğan ki qosaq açıdı, qayıtıb keliş jarayanda ata-onalar yançıq olsaq qoyğan pulğa söyümlük omaq yeməkliklərini yeydi. Ani öyge qayıtıb kelgəndən ana boğu çıxanda oylaydı degəncədə, onun da azraq balalarga bolğan bir özünü keçirməslik yoki günahkarlıq tuyğusu kiçikkin paydo bo'lib qoldi. Ey, men mushu balamga atdiganda nashta qilib bermagandim. Unda bo'lsa kechda bat poloni bir itpasam, lag'manni bir itpasam deb kechki tomoq zo'lab, oyada miyada ozuqlikninki tampon bo'lishi. Anamga diqqat qilmay faqatlam o'zining hissiyoti bilan o'zini o'zi ta'sirlantirib, men balamga bunday qilib o'tib borman deb keşsiz olaydı. Lekin ma ailede ben sizin neymiş kıldığınızı bilemem. Sizin hazır nemege ihtiyacınızı bilemem. Ben ozuqluqlarını qarqoyaq aş koymadım lekin ozuqluqninki tamponluğunu saqlab durup keşte tamaq yemədisiniz mi? Ben şununla bərdaşlıq beriyatdım ben de. Əməliyyatda nurgun atdanlar. Məsələn, siz mi ana, mən mi ana, keşte balalar bir nemi yemsə yürgünüzdə bir yer geçiyor. Aşınıqı çidaş, hem de xeyli yapçı. Hem onu ozuqluqlar arqılı tanışır. İlmi tanışmada pek yaxşı gəlməli. Nasıl qınayımızdalar? Umaqlar. Bundan xılsız Zulfunur ətiyə faqat yaxınlaş fırsatı bulmadı ya. Zulfunur'un mu azırqımı şu oturuşlardan, turuqlardan qarsılan şu usul kəsbide dəkiləm təsir bir otudu bu bana. Şundan emasın o? Azır usul yaxşı görəmsiz? Yaxşı görəm. Ondan xılsı azır sənət məktəb imtihan bədin məmdin deyək? Xeyr qotılı. Asli o'ylag'animda ikkilisi mushu jihat menga olib ketmasa, birisi bo'lsa bo'ldi yetarli deb o'ylagandim. Kichkimda qiziqib ketmagan, qiziqmagandan ochisidek majburlash, opirib soat o'ginisa deb kichik vaqt unda qilmadim-ku. O'zim ixtiyoriga qarab birisi bo'lsin bir o'zi xohlagan bir erkakroq bir qilib baqson desam, buni bilib bilmay oila muhiti ochisining ta'siri bilan bilib bilmaylam kirib qoldi buningga. Shuning bilan o'tgan yil boshlab dedim men mush ocham o'qigan maktab o'qisam degandikin oldingi yil qishda qish ta'tilda opirib shu maktabning sharoitlarini o'qish narsasini ko'zitib keldim. Kelgandan texim qiziqdi. Shuni qaytib kelib hozir bu namda o'zim opirdigan shu yo'q maktabdan shunda o'zi ketib qoldi. Ko'chatda o'ltirib berib, ma'lumot qashib berib, darslarni usul o'rganib o'tib, kun 3 dan 2 soat. Bir yil bo'ldi bu mashinada davomli bashqni yaxshi qilib kelyapti. Bu yil boshlang'ich 5-sinfda bittasi kelarjasam buni bir sinab, ochiq o'qigan maktabga imtihon bergizib baqildi biz yana davomli shu ko'ni yo'lni. Biz bir narsa degim kelib qoldi dedim. Ilqi ko'pincha mundaq ekanchu, birinchi farzandda tunji farzand bo'lgandan keyin qanday tarbiyalashni bilmay, uningga bir arzu nishon berishni bilmay, undan keyin yoki bo'lmasa cho'nglar qarab berib, bunda bo'lib o'tib ketib, undan keyin ko'pinchisi birinchi balda u birinchi balsi da bak natijam ko'rilib ketmaydi, normal bo'ldi. Ikkinchisiga kelganda bak kuchab ketadigan ahvollar kuchliroq bo'ladi ekanda. Asli men o'tganda bir materialdan ko'rdim. Birinchi balni sen yaxshi tarbiyalab olsanglar, ikkinchisi kuchmisangmi bo'ldi. Chunki uning oldida bir mo'bami bor, ikkinchisining oldida bir ulgu bo'ldigan odammi bor. Ashning kayindan izidan meniblam, u tabiiylam o'rganishda bo'lsin, boshqa jihatda bo'lsin, hamma jihatdan yo aksini yo ajisini do'rab tabiiyli o'zligidan yaxshi bo'lib mangdi deb shunda bir narsani ko'rgandimda, shu so'z hozir naq bularningki oilasida tisham bo'lib ko'rindi. Ama çoğun Elfinur'u şundak küçep, acır qilgandan keyin Zulfinur tabiiyla acamdak bo'lma. Am acısın maktabga barma deyishdim sebep çoğum ikkisi bizning maktab bekpeyiz kafkam çaqqa yidiklar bo'ldi. Sizlar o'ynaymiz, sizlar mashq qilamiz. Adati chiq paranglashasizlar ishqillar. Qanchalik paranglashasizlar? Telefonni qancha paranglashasizlar? 2 soat mi? Soat nimdan deysizlar? Shu siz ayada qanday qilyapsiz? Shu tomoq yedingizmi? Dudam bugun men eshitdim, yemam dedi qarang degan gaplar deyishasizlar, deyishmamsizlarmi? Yanchi. Shu suv ko'qilamizlar bir-biringlarga. Mashq jabbarlik haqida paranglashamiz. Mashqning jabbarlikligi haqida. Aşağı yerip ketdim degan ko'p yezi qilgan vaqtlarimiz bormi yig'lab. Sen qanday chididing, men chidayapman deganda bir narsalarni damdi. Taxojimi ko'ring. Shu
Siz cem çoxsanız şu mən bil tanışıb miyədə oxuyursunuz dəbir. Yani kəsiniz, min aydım kəsiniz, yaxşı kütüldü. Şunaq sukuni dadınızğa da baxdınız mı? Dadınız ne mi deydi? Şu maqıdım ağırsaq kiler qıdım ağırmaydı. İkisi oxşaş gətirdik. Ama şu bir ailede hem ballar meyil nişan belgeleş bulsun, meyil olan yetekleşti bulsun, ailedeki şu erayalının göz karşının bir yerden buluşumu pek mühimken dep oylayman. Çünkü bir ailede mesela bu tadı operimiz, ügütümüz dese opsi nimiş kılıp oldu? Dadan yok bugün kap kaldı gibi olsa belki yana bular şu nişan bilen mağanmaslığı mümkündü. Demek hem de ailede ayağınız hem de ballarını mektep apırdıgan, mesela terbiyeleşlerek apırdıgan işlerine bevasitı kirenmegini bilen, lekin her vakit sizlerni qo'llab mağın ekan da o'zimiz kasbdan chiqamag'ashqa. O'zi kasbni biladi, kasbni tushunadi, anadikan. Haliqi biz mesela bir ishni qilaman, men ballarımdan qo'l deb qarashtirmaydi, bizga ilhom berdi. Yaxshi qila oladi, yaxshi qilinib ballarım öy kelgandan keyin qiz bola bo'lgandan keyin opsiga bakrak deb men yerib ketdim, unda bo'ldim desa, balam dadang sizdan mana japat atib, men unda japat atib, cho'qqum müştüm bir üzgüçlük neticesi buluş gerek siz bugün menga müşkün keldiniz yani davamlı tirsanız yaxshi yaxshi natijaga erishsiz deb nim qildi endi müşahidama ikra orqali ayolimga uchun ko'nglimda rahmat aytdim. Bizning atrofimiz bildiganlar mesela men ündüdar çemberekki chiqroqmish ballarniki narsalarni üzərindən apağını məşq qilib atgan narsani chiqargan keyin boshqalar ishlar o'ylaydi. Ayolimiz bika yurib ketgan model to'ylar berib choylar o'ynayotgan model nemish kar yo'q debchi bir xil emet onda emas ayol kishinin sizlarmi ayol kishi bo'lgan keyin bizlar bu uydagi qilgan uy tozlaydigan kiyim kechakni tomoqda uningdan bizning ishimiz hech qancha emas bolani olib qo'yib degandan keyin birdamlikla bir yarim soat tugaydi o ayol kishining uyda qilgan ishi bakchiq uning ustiga onanınki mush tarbiyadagi uy ichidagi tarbiyasi mo bir qizlar uchun pek muhim emasmi shu men sen bolani apamdan o deb kirish olmayman bu sirtning ishi bo'lgandan keyin men ish bo'lgandan keyin sirtdagi bu vazifa cho'qim meningki men faqat pul tepib xizmat qilib oilaga iqtisodiy jihatdan kirim akirishlar mening vazifam emas mush bolamiz sirt o'rganishga bir opirgan sirtning ishi bu mening o'zimning vazifasi deb qarayman ayolim hamda mush bolani axloq jihatdan bilan tarbiyalash mush jihatdagi tarbiyani oila tarbiyasini bu jihatdan chong tutadi shuning ikkimizning ish ayrimisi burilamish bolalar tug'ilgandan shunday aniq berilib ketgan shunga atrofimdagi do'stlarga deydiganim xato tushunish bo'lib qolmasa demak ba'zan deganlar bor bu ayoling ko'ngilchagim chiqarib qo'ymaysiz chambarakdim yo'q ajrashib ketdingmi yo bolalar bilan kor yo'q ambition sal bunda emas bu faqat mening bir qismlarda bizniki ma'lum bolani o'rganishga bir kurs qilganimiz turmushimizning balki bir 10% yetmasligi mumkin men qilgan ishim hech qanday ish emas bu ayolimniki xizmat qilib turib yana uydagi ishlarni nurg'un ishlarning zimmasiga ilib qilayotganini faqat ularniki kömegini bizden bunu to'liq ifodalamagan yerimiz bor. Shu ayolimniki nurg'un japa tatdi. Mushtatda ayolimga shunda shuning bilan birga ekranlardagi barliq bola uchun jon ko'ydirayotgan onlar uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarni oyadi nishon bakini birlik ittifoqi bak yaxshi ish taqsimotini aniq o'qishga bir-biringlarning hissiyatiga kira oladigansizlar, coaching deymiz-ku, o'rtaq hissiyatni bula oladigansizlar. Qarshi tarafdan maydan turib, o'ylay oladi. Hatto mashqqa ojisinildimi shu. Ojisin qanday jafo tatgan hissiyatlarni singlisi keyindan izbosar bo'lib his qilib mangdi-da. Shu vaqtda endi boshqa odamlardan maslahat so'ramay, bevosita ojidan maslahat so'ragan chog'da ojining bergan javobi, maddadining bergan javobidan besib ketadi. Chunki oji u uzun o'tmay 2 yilning oldida shu palampaylarni besib o'tgan bo'lganki, bu Elfinur'umu şundak yaxşı üdügü bulalaydı ki. Şu an ailenin bir iş taqsimotida yalğız anı bilen dadılar emas, belki ağacı bilen sınırının otursun bu nəhayət yaxşı bir güzel bo'lgan temponluq var ki davamlaşdırırlar. Ben bir xoş buldum. Ben bək təsirləndim. Ən mühimi. Bək təsirləndim. Həqiqətən bir aileninki hamda aldı bilen inaqlığı bo'lgan vaqtda andın bu aileninki bəxti farzandlarning xo'shallig'i, ularning natijasi hamma narsa maydon keldi ekan. Buningda hamda ayol har shakl tarafniki o'rtaq bir nishonda, o'rtaq bir maqsadda tang mush oilani gullantirish uchun tirishchilik ko'rsatishi bek muhim ekan. Aylanglar ko'rsatagmisin. Bugungi suhbatlardan nihoyat jiq bilimlarga ega bo'ldik. Shunda huzurlandik, eng muhimi,
Şunda hoş bulduk. Ailanglar köz tegmisin. Bugünkü aile söhbetinden men nayeti təsirləndim, həm nurg'unlagan uyg'unishlar bor bo'ldi. Mındaq bir ish kelib qoldi. Biz doim mındaq deymiz-ku. Bala tug'ilishidanla o'zi bir ayrim xoslikqa ega bo'lgan melodiya. Agar bu melodiyani vaqtida bayqab, xuddi Alfinurning naqshida usulda talanti borligini bayqagandek, uni erkiga qo'yib berib, bu melodiyaning davomlashishi uchun biz faqat harakatimiz bilan hamroh bo'lsaqlam, eng go'zal kuy chiqadi. Lekin bizning nurg'unlagan ota-onalar qanday xatolik sodir qildi degan chog'da melodiyani balaning o'zining qo'li qo'yib bermay, dirijorlik tayqini qo'liga elib, aslida go'zal bo'lgan valisning muzikasi bo'lsa, uni nati tezlashtirib, rock muzikasi qilib mumkin. Bu araliqda dirijorlik qilayotgan ota-onami qiynaldi. Asli o'zining melodiya qilbidan chiqib ketgan bola bir qiynaldi. Lekin biz bugungi oildan dadaninki va ota-onaninki balaning qanday melodiya ekanligini bayqab, ham o'zining bayqishiga hurmat qilib, buning nati go'zal bir kuy chiqarishiga konseptdan yordam bergandan men xush bo'ldim. Barliq ota-onalardan shuni umid qilaman. Balangizning tanlashiga hurmat qiling ham ishining. Uningga har vaqt hamroh bo'ling, chuqur go'zal melodiya oilangizda yangraydi. Rahmat. Ahirda programma gruppamizning bu sevimli aile uchun tayyorlagan azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Ko'ngil so'g'imizni qabul qilinglar. Bu bolalarimiz eng yaxshi ko'rib yeydigan Misran qizlari. Buni kunda birdan yavasin. Ondan keyin bizning chumölininki Taylanddan import qilingan kauchuk yelimi ishlatilgan balla yastig'i, Indonesiya yastig'i qabul qilinglar. Umaq qizlarimizga. Undan boshqa Al-Xumarninki mushu jigdi yelimida ishlagan chash quvvatlash malhami, apanglar hisob qildim sevimli ayolingizga. Badan malhami. Ondan boshqa yana mushu Muborak muallimninki idrok psixik taraqqiyot markazi ta'minlagan oilaviy qumtaqda o'yindan bir qitim sizlarga axsi hisob qildik. Bu bak ko'ngilli o'yinkanchi odamninki mushu bir oylik ishlar bilan o'ynab qumtaqdan tizgandan keyin uning ichki dunyosidagi masalalarni ichbagil bo'ldi ekan-ku ma'lum. Cho'qim Alfinurlar menishning oldida bir qitim berib sinab yiqishinglarni umid qilamiz. Qarshalamiz. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni ajratib kelganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Programmamizdan balkim ekran oldidagi do'stlarimizmi bizga o'xshamaydigan ozuqlarni oldi. Har qism programmamizda sizlarga o'xshamaydigan ozuqlarni ham meva berish bizning boshlatib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz ham majburiyatimiz. Programmamizdan huzur olgan bo'lsanglar, albatta qilgan ajrimizdan bizmi ko'pdan-ko'p mamnun bo'lamiz. Bo'ldi, unda bo'lsa bugungi programmamiz michada oxirlashdi. Xayr xo'sh.